Ayni damda Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yangi ixtisoslashtirilgan maktab qurilishi davom etmoqda. Qurilish obyektining umumiy qiymati 13 milliard 95 million 629 ming so'mni tashkil etadi. Qurilish ishlari 2026-yilning fevral oyida boshlanib, 2026-yilning 1-sentyabriga topshirilishi rejalashtirilgan. Ayni vaqtda obyektda bazalt qoplama va pardozlash ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga ikkinchi qavat tomini yopish ishlari ham jadal sur'atlarda davom etmoqda.